Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Present continuous mavzusini ikkita qismga bo'lib video qilib chiqardik. Bu ikkinchi qismi. Birinchi qismini bundan oldingi videoda ko'rishingiz mumkin. Demak, present continuous bu hozirgi davomiy zamon. Hozirgi davomiy zamonning darak shakli quyidagicha yasaladi. Demak, birinchi egadan so'ng to be fe'li va fe'lning birinchi shakliga ing qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, I am cooking food. Men ovqat pishiryapman. My dad is driving a car. Mening dadam mashina haydayapti. We are learning English. Biz ingliz tilini o'rganyapmiz. Inkor shaklining yasalishi to be fe'lidan keyin not qo'shimchasini qo'shilishi orqali yasaladi. Masalan, I am not reading book. Ya'ni to be fe'lidan keyin not qo'shimchasini qo'shilishi orqali inkor shakli yasaladi. I am not reading a book. Men kitob o'qimayapman. He isn't sleeping. U uxlamayapti, ya'ni o'g'il bola uxlamayapti. They aren't playing. Ular o'ynamayapti. So'roq shaklining yasalishi to be fe'li egadan oldinga o'tadi. Masalan, are you learning English? Siz ingliz tilini o'rganyapsizmi? Ha bo'lsa, yes I am. Yo'q bo'lsa, no I am not. Is he sleeping? O'g'il bola uxlayaptimi? Ha bo'lsa, yes he is. Yo'q bo'lsa, no he isn't. Are they playing? Ular o'ynayaptimi? Ha bo'lsa, yes they are. Yo'q bo'lsa, no they aren't. Demak, present continuous bu hozir ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Ba'zi fe'llar odatda present continuous bilan ishlatilmaydi. Bularga masalan know, like, want kiradi. Know bilmoq, like yoqtirmoq, want xohlamoq. Demak, ushbu fe'llar present continuous bilan ishlatilmaydi.